Kecha mashinam salonida mening telefon qolib ketibdi. Hozir egasi bilan gaplashdim. 7,5 kilometrdan kelyapman oldiligiga. O'ziga xursand qilaman, rozi qilaman deyishdi. Egasi bezabon ekanlar. Ish faoliyatlari shu stayanka ekan. Menga nima deysizlar? Benzinda 7,5 kilometr 15 minut vaqtim ketkazib ishdan qolib keldim mana. Yandex o'chirib qo'yib. Pul olishim to'g'rimi, noto'g'rimi? Pul berishsam rozi bo'lib berisharmikan, berarmikan? Nima deysizlar? Meni o'rnimda bo'lgan nima qilardinglar? Hozir borib ko'raychi, necha pul berishar ekan. Mana kelib qoldi 5 qozonga, xudo xolasa. Jamshid Rabot. Eng qizig'i mana shu grafitskiy ключ yechishimga ko'p vaqt ketmadi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men keldim aka, ular qayerdalar? Telefonni olib keladim aka. Adashmasam yo'l haligi tayanchini, haligi kiyimini kiyib olgan sari. Asror bormi? Asror telefon. Asror. Voy. Video. Bo'lib berib qo'yasizmi? Xo'p, mayli, rahmat. O'ni. Hop. Mayli, muhimi soat ish qildimi? To'g'ri yangi o'tkara haydasam bo'larkan. Keyingi safar shu sirga qoldim.